Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan sizlarni shifokorlar Muhammadsiz Doktor Uz kanalini YouTube'da tomosha qilmoqdasiz. Hurmatli aziz vatandoshlar, kanalimizga mehmon bo'lsalar, o'tib mezbon bo'lib qolishlarini so'raymiz. Chunki ushbu kanalda mendan boshqa barcha doktorlar, endokrinolog, terapevt, nutritsiolog va hokazo dietologlar chiqadi va bular sizga YouTube, Telegram orqali to'g'ri maslahatlar berishni davom ettiradi. 26-mart kuni biz prямой efir qilganimizda juda ko'pchilik olatni, chuchukni, cho'chaqni yoki asbobni katta qilish haqida ma'lumot so'ragan edi va biz bugun mana vaqtimiz bo'lib Doktor Uz kanali bilan birgalikda sizlarga haqiqiy ma'lumotlar taqdim qilamiz. Chunki YouTube olamida juda ko'p bo'lar bo'lmas ma'lumotlar va yolg'on ma'lumotlar bor ekan. Hurmatli aziz vatandoshlar, avvalo hayotingizdagi bo'layotgan ishlarga befarq bo'lmang. Ya'ni sog'lig'ingiz yoki jinsiy hayotingiz yoki umumiy ishlaringiz. Chunki har qanaqa narsa ko'rgandan keyin birinchi o'rinda aql taroziga qo'yib, aql tarozisiga to'g'ri kelsa keyin qabul qiling. Ho'kiz tug'ibdi desa ishonib ketavermang. Chunki har qanaqa qilinadigan muolajani yoki ichiladigan dorilarni yoki qilinadigan ukol va quyiladigan sistemalarni albatta bir joyga yaxshi ta'siri bo'lsa, bir joyga nojo'ya ta'siri bor. Xo'p, asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, bugungi kunda olatni yoki cho'chaqni yoki chuchukni katta qilish haqida gaplashamiz. Vodiy tilida asbobni katta qilish haqida gaplashamiz. Hozirda internet tarmog'ida, poiskovikda, ya'ni Yandex, Google, YouTube va hokazo Rutube yoki porno saytlarda eng ko'p qidiruv ma'lumotlariga yoziladigan so'zlar shu olatni katta qilish ekan. Shuning uchun bugun sizlarga haqiqatni aytamiz. Olatni katta qilish bizga qayerdan kirib keldi yoki nima sabab biz ongimizga bu narsa singib boryapti? Hozirda telekommunikatsiya rivojlanayotgan asrda Telegram, YouTube va hokazolar juda tez rivojlanyapti va internet tarmog'i orqali xohlagan ma'lumotingizni topib olishingiz mumkin. Va bu ma'lumotingiz qancha rost yoki qancha yolg'on, buning uchun maxsus izlanishlar qilish kerak, shifokor bilan maslahat qilish kerak, yo bo'lmasam shu sohani mutaxassislar bilan maslahat qilish kerak. Olatni katta qilish bizning O'rta Osiyo mamlakatlariga porno kinolar bilan kirib keldi deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Negativlar kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Sababi, siz pornografik kinolar qo'yganingizda sizga yonboshdan darcha ochiladi va ushbu darchada biror xil erkak deb gapiraylik, qanaqadir dorining chatda asbobi haligi novostiga o'sganda o'sib chiqishni boshlaydi va bu sizni ongingizga ta'sir qiladi. Xo'p, hurmatli teletomoshabinlar, sizlarga shu orada savol berib o'tib ketaman. Olat normada necha santimetr bo'ladi? Kommentariyada yana fikrlarni yozib qoldiringlar va men doim aytaman, boriga, berganiga shukr qilish kerak. Chunki har bir insonning jinsiy a'zosi, olati yoki cho'chag'i yoki asbobi uning antropometriyasi, ya'ni uning savlati va ko'rinishiga qarab, yashash omiliga qarab va genetikasiga qarab beriladi. Shuning uchun siz ushbu olatni katta qilaman degan muolajani boshlashdan oldin o'zingizga fikr qiling. Bu narsa sizga nima uchun kerak? Misol uchun birortasi ustingizdan shikoyat qildim yoki bu o'zingizdagi dismorfobiya kasalligimi, ya'ni qanaqaga qarasangiz o'zingizdan qoniqmasligingizmi yoki shu kabi omillardir. Shuning uchun siz olatni katta qilayotgan vaqtingizda, katta qilaman degan vaqtingizda quyidagi natijaga tayyor turing. Ya'ni 0 natija olishingiz mumkin. U operatsiya bo'ladimi? U ekstenderlar bo'ladimi? Yoki u qanaqadir maxsus muolajalar bo'ladimi? Sizga 0 darajadagi teng bo'lishi mumkin. Endi olatni siz restoranga bunday qilib kirib, menyuni olib qo'yib, menga 3 sm, menga 5 sm, menga 7 sm deb ayta olmaysiz. Chunki organizmimizda bor narsani o'stirishga harakat qiladi. Va bu haqida men hozir etap-etap aytib beraman. Birinchi o'stirish yoki bunday qilayotgan yo'g'on qilish bu botokslar hisobiga bo'ladi. Nima uchun botokslar? Juda ko'p tushundi o'sha botoks nima haqidaligini. Bu qizlar labiga, yuziga qirib ishirib, shunaqa bir effekt beradigan narsalar. Bu tarkibi gialuronovoy kislota bo'ladi. Ushbu gialuronovoy kislota maxsus urologik holatda ishlatiluvchi patentni olinganidan keyingina o'zingizda yoki bo'lmasam o'sha shifokor bilan maslahat qilgan holda maxsus toza pokizalikka e'tibor berib, aseptika va antiseptika qonun qoidalariga amal qiladigan klinikalarda qilish kerak. Arzon klinikalarda hech qachon jinsiy a'zolaringizga operatsiya yoki shu kabi muolajalar qildirmang, sababi keyinchalik последствияsi faqat orqaga yuradi va bu sababli olatingizdan yo ayrilib qolasiz, Xudo ko'rsatmasin, yoki u umuman ishlamay qoladi. Endi gialuronovoy kislotasi, mana polovoy chlen bo'lsa, ya'ni olat deb tushunaylik, asbob deb tushunaylik, chuk deb tushunaylik, uning boshining pastki bo'g'iniga qilinadi, ya'ni olat semiradi. Bu xavfsizmi degan savolga, men xavfsizlarning eng xavfsiz deb gapiraman, lekin yana qaytaraman, arzon klinikalar bunaqa ishlar qilmaydi. Gialuronovoy kislota qilingandan keyin olat semiradi. Faqat buni bitta yomon tarafi bor, bu vaqtinchalik effekt. Chunki olatni ishlatgan vaqtingiz, ya'ni o'sha jinsiy a'zoni ishlatgan vaqtingiz bu keyinchalik so'rilishi mumkin. Kimgadir bir haftaga yetadi gialuronovoy kislota, kimgadir 3 oyga, kimgadir 6 oyga, kimgadir 1 yilga. Kimdir qilib ko'radi, olati bu o'sha
semirgani yoqmaydida, uni yo'qotishga harakat qiladi. Agar bunda yo'qotmoqchi bo'lsanglar, ushbu gialuronik kislota qilingan olatni, unda gialuronidasa degan preparatlardan foydalanadi. Bu langidasa va hokazolar. Endi bizga yana qayerdan kirib keladi bu narsalar degan savolga biz banyaga boramiz, cho'milishga boramiz. Sheriklarimizning olatimiga qarab, biz o'zimizni olatni kichkina deb o'ylaymiz va bu ko'proq boyaga aytganimizdek psixik va psixologiyaga ta'sir ko'rsatadi. Endi azizlar, bu narsani uzoq turadigan bir effekti ham bormi? Ya'ni shu olatga qilinadigan ukollarni desangiz, ha bor. Bunda permanentni fillerlar qilinadi. Permanentni fillerlarni bitta yomon tarafi bor, bu zarar yetkazishi mumkin. Ya'ni o'sha yerda shamollash bo'lishi mumkin olatda, yoki bo'lmasam xudo ko'rsatmasin, yiring bosishi mumkin gnoyin proses, yoki bo'lmasam ushbu permanentni qilingan fillerlar boshqa joyga o'tib, misol uchun urug' xoltangizga o'tib ketib qolsa, moshonkangizga, tuxumdoningizga o'tib ketib qolsa, u yerda u operatsiya yo'li bilan olinadi. Xolos, buni boshqacha so'riladigan yo'li yo'q va bu juda xavfli. Yana qaytaraman, har qanaqa operatsiya yoki bo'lmasa muolaja qilishdan oldin 2 marta o'ylab ko'ring, bu narsa sizga kerakmi? Bu hayotingizda qanaqa o'zgarishlar qiladi, qanaqa o'zgarishlar qilmaydi. Rossiyani sotsiologlari, ya'ni psixolog sotsiologlari jinsiy hayot bilan shug'ullanuvchi ayollar shular kelgan kasallaridan maslahat olgan ekan, ya'ni so'zapros o'tkazgan ekan. Sizlarga katta olat yoqadimi, ya'ni katta chup yoqadimi degan savolga 99.99% ayollar bizga katta olat yoqmaydi, bizga olatning ishlash funksiyasi uzoq bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni bu degani jinsiy aloqani sifati va uning uzoq bo'lishi. Jinsiy aloqada eng asosiysi 4 ta narsaga e'tibor beriladi. Birinchisi bu tozalik, ikkinchisi jinsiy quvvatni ushlab turuvchi vitaminlar, polivitaminlar, tabiiy vositalar hokazo. Jinsiy aloqa vaqtidagi jimo va jinsiy aloqaning o'zini friksiyasi. Men buni o'zim shaxsiy fikrim bo'yicha bo'lyapman. Bu kitoblarda bunaqa bo'linmagan. Hozir menda aqllilar boshlaydi yana bunaqa. Yo'q. Endi ikkinchi narsa bu extenderlar. Bu haqida YouTube'da video xudur yotibdi. Extenderlar qayerdan kirib kelgan? Meni shaxsiy fikrim, endi bu ko'pchilik biladi. Afrika millatlarida shunaqa ayollar bor, bo'yniga troska o'xshagan narsa taqib, kalsiy ilib bo'yni cho'zadi. Bu suvek bor narsani cho'zib oladi. Va yana shu Afrika millatlarida qaysidir qabilasida erkaklar olatini cho'zib beliga baylab oladi. Ayoli o'sha bo'yniga kalsiy taqqan ayoli eriga xiyonat qilsa, bu o'sha bo'ynidagi kalsiyni yechib qo'yadi o'sha yeri va bu ayol o'limgacha borishi mumkin ekan. Siz aytgandek, bu ayni Afrika millatlarida hali cho'zib yuradigan olatlar menimcha ishlamasa kerak. Sababi har bir olatga keladigan qon tomirlar bor, nervlar bor, boshqalar bor va bu ular cho'zilishining oqibatida bularni venos atogi yoki bo'lmasa venos klapani ishdan chiqishi mumkin va bu olatni faqat ko'tarib yurib eshilishga arziydi xolos. Hattoki Guinness rekordlari bilan kirgan inson, katta olati bilan kirgan inson, u faqat razmeri bo'yicha kirgan xolos. U o'zi aytadi, menga bu juda noxushlik keltirib chiqaradi. Hattoki tizzamga tegadi, bir joyga borsam yaxshi o'tira olmayman, uzoq o'tirsam olatim uyushishni boshlaydi. Shuning uchun olatni katta qilishdan oldin albatta o'ylab ko'ringlar, bergan narsaga doim inson shukr qilish kerak. Chunki balki bu narsani ertaga siz katta qilganingizdan keyin Xudo ko'rsatmasin ishlamay qolishi mumkin. Endi extenderlarni ishlatish qanaqa bo'ladi? Hozirda extenderlarning juda turi ko'p. Bu polovoy golovkani qisadigan, prisasovый, ya'ni so'rib tortadigan, xuddi shunaqa. Albatta buni pastga quvg'ni labogiga olib borib qadaladi va olatni mana shu fiksatsiya qiladi va sizda mana bunday holatda olat qisilib turadi. Buni kech paytga taqib bo'lmaydi. Sababi kech paytga taqib yotsangiz, Xudo ko'rsatmasin, venosное расширение, ya'ni tromboemboliyalar kelib chiqishi mumkin. Bu to'g'ri, vaqtinchalik sizga diskomfort tuzishi mumkin, lekin Xudo ko'rsatmasin yomon omillarga olib borsa, olatning ancha vaqtgacha o'z ish faoliyatini buzilishi yoki to'xtab qolishi mumkin. Undan tashqari, prisasovый extenderlar kech paytga taqib yotsangiz, bu yerda kuyganga o'xshab suv pufakchalari hosil qilishi. Extenderlar taqqanda yechib taqiladi, ya'ni kech paytga yechib qo'yiladi, обязательно akingizni uni doimiy osib yuriladi va bu ham o'ta ko'p diskomfort kelib chiqaradi. Extenderlarda kattayadimi degan savolga, kattayishi mumkin 3 sm gacha xolos. Kattaymasligi ham mumkin. Yana boshida videodagi boshiga gapga qaytaman. Siz olatni katta qilmoqchi bo'lib, shunga bel bog'lab shu holatni boshladingizmi, 0 effekt olishga tayyor turing. Yana qanaqa usullari bor degan savolga men pompalar haqida gapirmayman, chunki pompalarni men hayotim davomida effektini ko'rmaganman. Kimda kim pompadan effekt olgan bo'lsa, молодец. Juda ko'pchilik YouTuberlar bu haqida gapiradi. Men pompa haqida gapirmayman. Xo'p. Endi olatni katta qilishning yana bir asosiy yo'lini ko'rsatamiz. Olatning labkovoy chastida olatning ushlab beruvchi svyazkalari bor. Ligamentoktomiya deyiladi. Ya'ni shu svyazkalarni sekin asta kuydirish yo'li bilan
Ya'ni sizdagi bor narsani, misol uchun mashincha olatingiz bo'lsa, misol uchun 5-10 sm deb olaylik. Yana mashincha desa, mashinchani ushlab olmaylar. Mashincha olatingiz bo'lsa, ichkarida yana qanchadir holati bo'lishi mumkin. Shu ligamentotamiya qilgandan keyin shu suyazkalar sekin asta kuydirib kesishini hisobiga bu yana qo'shimcha o'sishi mumkin. Undan tashqari, insonlarning holatlari har xil bo'lishi mumkin. Kimikidir qiyshiqroq bo'lishi mumkin, kimikidir tepaga qaragan bo'lishi mumkin. Xuddi shu qiyshiqroq yoki tepaga qaragan insonlarda holati to'g'ri bo'lishini hisobiga ham jinsiy aloqani sifati yaxshilanadi. Undan tashqari, ligamentotamiyanini mana shu ushlab turadigan svyazkalarni kesadigan bo'lsa, mana labkovaya часть holatni o'zi, bu yerda hushyor bo'lish kerak. Sababi bu kuydirib kesilganda bunga muzday natriy xlor quyib turish kerak. Sababi xudo ko'rsatmasin bitta yarimta nerv yuzga nito kuyib qolsa yoki bitta yarimta nerv yuzga atyok berib yuborsa kuygandan keyin holat umuman ishlamay qoladi. Ana endi menda yana sizlarga savol tug'iladi, hurmatli aziz tinglovchi, teletomoshabin. Sizga ishlamaydigan holat kerakmi? Menimcha hech kimga kerak emas. Chunki ayol kishini nafsini qondiradigan va har payshanba ayol kishining haqqini ado qiladigan narsa bu holatimiz. Men juda ko'p videolarimda aytaman, sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar, sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar, sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar deb. Nima uchun? Sog'liq bir marta yo'qolgandan keyin $1 million tiklanmaydi. $1 million qancha pul? Katta pul. Tiklanmaydi azizlarim. Shuning uchun har qanaqa holatda yana qaytaraman, aql tarozilarga qo'yib, bu narsa sizlarga kerakmi, kerak emasmi, undan ko'ra borib urolog, androlog va hokazo shu kabi mutaxassislar bilan maslahat qilgan holda agar sizda dismorfobiya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sizda o'zida doim kamchilik qidiradigan inson bo'lsangiz, psixolog yoki psixiatr yoki nevrologga borib to'g'ri lecheniya olish kerak. Endi bor narsani tashqariga chiqardik. Endi shuni ushlab qolish maqsadida yana extender taqiqladi azizlar. Bu rezinoviy ekstenderlar bo'ladi, ya'ni shu olat chiqqandan keyin buni yana tepaga ko'tarilib qolmasligini ta'minlab beruvchi va bunday qilib olatni boshini fiksatsiya qildirib qo'yadi. Bu ham 15 kundan ketaveradi qanchadir vaqtgacha. Ekstenderlar taqish oqibatida operatsiyadan keyin yoki shu kabi omillarda kognitivniy prostatit kelib chiqishi mumkin. Kognitivniy prostatit nima? Ya'ni prostata bezi uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmagan vaqtda va so'kini to'kmaganligi uchun prostata bezida dimlanish chiqadi. Hurmatli aziz vatandoshlar, YouTube olamida hech kim bunaqa qilib sizlarga qishloqcha qilib, xalq tilida, hattoki rasmlar bilan tushuntirmagan. Tushunaman, sizlar hozir savolga meni ko'nvorishinglar mumkin. Men manaqa qildim. Kimi boshidan qanaqa holat o'tgan bo'lsa, kommentariyamiz ochiq. Shariatda sharm yo'q, bilmaslikni davosi savol. Har qanaqa holatda, har qanaqa YouTube'da ko'rdingizmi, YouTube'da ko'rdingizmi, boshqa joyda ko'rdingizmi, shifokor bilan maslahat qilgan holda to'g'ri yondashing. Oxirgi aytadigan gapim, hurmatli erkaklar. Endi erkaklar haqida gaplashdi, erkaklar deb o'tamanda, chunki bu polavoy organlar faqat erkaklarda bo'ladi. Prostata bezi, olat, mayaklar va hokazolar. Har qanaqa ishni qilishdan oldin sizga bu narsa kerakmi? Nima uchun bu ishni qilmoqchisiz? Qayerda bu ishni ko'rdingiz? Yana qaytaraman, pornografik kinolar haqida ham xudo xolasa Doktoruz kanaliga zo'r videolar chiqaramiz, bomba videolar chiqaramiz. Prosta hech sabr qilinglar. Qaysi mavzularga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Jinsiy aloqani sifatini yaxshilash menimcha olatni katta qilgandan ko'ra yaxshiroq. Bu haqida hali videolar olamiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad bo'ldi. Yana Doktoruz kanalida ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling azizlar.